Yaponiya Müdafiə Vəziri Koizumi Shinjiro gayet zor yadro qoral ambarga ve stratejilik bombardımançı aeroplanlarga ega Xitayning bu qorallarning hech qaysisi bo'lmagan Yaponiyani yangi shakldagi militarizmlik bilan ayblayotganligini, Xitoyning tashqi siyosatdagi pozitsiyasi va harbiy faoliyatlarining ham Yaponiyada ham xalqaroda jiddiy andish paydo qilayotganligini ta'kidladi. Bilmizgi bu Xitoylar hozir xilof qildi. Davomli Yaponiyani bu yangi bir militarizmlik nimasiga qaytyapti deb ayblayapti. Şu an bu qatim şu Singapurda o'tkazilgan bu Shangri-La nimasida yig'inida Mudofaa vaziri uchiq o'ttirib qo'ydi. Kulkulik emasmi bu deb xabarning tafsilotini nurg'un gap bor. Qisqa shaklda xulosasi yani. Xitoy nomussizlarcha bizni deb ayblaydigan vaqt navbatdagi Xitoyga demakki-da. Yeni bir xabar qarasak, Amerika urush ministri Pete Hegseth Xitoyning kunsir eshiyotgan harbiy kuchiga qarata Osiyodagi ittifoqdoshlarini mudofaa xarajatini oshirishga chaqirdi. Yuqorida so'zlagan xabarimizdagi xaritlar sunyamra suratlari, harbiy bazalarniki. Mush xabar e'lon qilingandimi, Pete Hegsethmi o'xshash yig'inda Singapurdagi shu Shangri-La yig'inda so'zlagan so'z bu yani. Atrofdagi Amerikaning ittifoqdosh davlatlarining texnik qoral yaratgan mudofaa xarajatini oshirishing kerak. Xitoy mana bu shundoq kundan kunga bu tayyorligi harbiy jihatdan eshiyotir degan nuqtada shu so'zni qilgan. Shu xabarlarga shu surat berilgan shu vaqtida. Xo'sh, yana xabarimiz qarasak, Amerika savdo vakili ishxonasi majburiy emgak mahsulotlarining importini to'sishda yetarli qadam bosmadi degan asos bilan 60 davlatga 10% atrofida farqli qo'shimcha tamojna beji qo'yish taklifi sundi Trump hukumatiga. Ya'ni bu bizning qonunlarimizga majburiy emgak mahsulotlarini import qilishda yetarli qadam bosmadi bu davlatlar deb qo'ydi. Albatta buningki birinchi nishoni Xitoy ekanligi aniq. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Angliya tashqi ishlar vaziri David Cooper bilan ko'rishganda Angliyaning Xitoy shirkatlariga barobar kamsitdan xoli savdo muhiti yaratib berishini hamda ikki taraf munosabatining taraqqiy qilishi uchun muvofiq muhit yaratishni kutadiganligini aytgan bo'lib, Cooper Angliyaning qimmat qarashlariga uyg'un ravishda munosabat o'rnatish kerakligini bildirgan.